uyingizni tashqi ko'rinishini Ablisovishning g'ishtdan urib turib fasadingizni qildiradigan bo'lsangiz, hozirgi kunda necha pulga tushadi? G'ishtlarimizga ko'proq muddat garantiya beramiz. Necha 100 yilsa 100 yil ham berilaveradi. Ranglariga 20 yil kafolat beriladi. 120 tonna bosimda bosib turib, sifatli g'ishtlar ishlab chiqarilyapti. Farxona, ya'ni g'ishtlarimizni quritadi. Bu yer issiq mana. Aka, bu necha soat turadi batda? So'nggi texnologiyalar bilan bu parda qurilgan-da, bu. xuddi shunaqa. Do'stlar, qaranglar mana par apparat, pari ko'rinyapti degan umiddaman. Uyingizni tashqi ko'rinishini Ablisovishning g'ishtdan urib turib fasadingizni qildiradigan bo'lsangiz, hozirgi kunda necha pulga tushadi? Do'stlar, biz hozir Andijonga, ya'ni fasad ishni do'stlar, mana shunaqa Ablisovcha g'ishtlarni ishlab chiqaradigan zavodga kelganmiz. 4 xil ko'rinishda bo'lar ekan, 6 xil rangda bo'ladi. Bu birinchisi bo'ladi 6,5 ga 6,5, uzuni 25 sm, 1 kvadratga 52 dona ketar ekan do'stlar. Xo'p, bundan tashqari bu ham xuddi shunaqa bo'ladi, faqat buning uchun 12 sm eniga bo'ladi. Kimdir buton g'ishtni xohlaydi, kimdir xohlasa mana shunaqa yarim takini xohlaydi do'stlar. Bu ham do'stlar 52 dona ketadi. Buni ham razmeri 6,5 ga 12, uzuni 25 sm bo'ladi. Endi sal balandroq deydigan bo'lsalaring do'stlar, xo'p, bu 9 sm ga 6,5, eni 25 bo'ladi do'stlar. Bundan 42 dona 1 kvadratiga ketar ekan. Endi xuddi mana shuni aytib o'tganimizdek, nariginga o'xshab do'stlar katta g'ishtli varianti bor. Bu ham xuddi shunaqa 42 dona ketar ekan do'stlar. Xo'p, bag'i 12 sm, bag'i 9 sm, 25 sm bo'ladi. Bu ham 42 dona 1 kvadratga ketadi. Do'stlar, videoda oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsalaring, zavod narxida necha pulga olib ketsalaring bo'ladi. Dastavkalari qatlargacha qilib berishadi. Dastavkalari bormi, yo'qmi? Bundan tashqari do'stlar, xuddi mana shuni ikkiga bo'ldirib turib kesib berish xizmati ham bor ekan. Ikkiga bo'ldirib turib olib ketsangiz ham bo'lar ekan. Buni video davomida to'liq narxlarigacha 1 kvadrat sizga necha pulga tushadi-yu, agar bundan qiladigan bo'lsangiz necha yil garantiya beriladi, zavod tomonidan beriladi do'stlar. Garantiya qog'ozlargacha yozib beramiz deyishyapti. Video davomida hammasini 0 dan 100 gacha tushuntirib beramiz. Do'stlar, video davomida ko'rib borasizlar, aytib o'tgandek do'stlar, 4 xil ko'rinishda bor. Bundan tashqari 1 kvadratga necha donadan ketishini aytdim. Endi do'stlar, videoda oxirigacha kuzatib turadigan bo'lsalaring, nimaga aynan 4 xil ko'rinishda ishlab chiqarilgan, 1 kvadrat narxi necha pulga tushadi, o'zi g'ishti donasini o'zi necha pul, zavod narxi necha pul bo'ladi. Do'stlar, bularda yana bitta zo'r qulaylik bor ekan. Buni video davomida Abbosbek akamiz to'liq ma'lumotini berib o'tadilar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Xo'p, aka, video boshida aytdim, misol bizda 6,5 ga 6,5lik, 9 ga 6,5ligi bor. Buni aytdimki, aka, 1 kvadratga 52 dona, bunisini bo'ladigan bo'lsa 42 dona ketadi dedim. Endi aka, siz narx-navolari, bundan tashqari nimaga aynan aka kattasidan ham ishlab chiqarilgan, kichkinasidan ham ishlab chiqarilgan? Shuni, sifatlari, ranglari, garantiyasi qanchagacha bo'ladi? To'liq ma'lumotini aka qisqa dangal londasini bersangiz zo'r bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, ketdi ma'lumot berib boshlaymiz. Bizda 2 xil g'isht, standart hamda paltara g'ishtlarimiz bor. Standart g'ishtlarimiz 6,5 ga 12 bo'ladi. Bu g'ishtlarimiz narxlari 2600 so'mdan, paltara g'ishtlarimizniki 3200 so'mdan. Bular 9 ga 12 razmerda bo'ladi. Xuddi shularda yarim tak variantlari bor. Yarim tak variant 6,5 ga 6,5 g'ishtlarimiz narxlari 2000 so'm. 9 ga 6,5 razmerdagi g'ishtlarimiz narxlari esa 2,5 ming so'm qilib beramiz. 2,5 so'm qilib beriladi. Rangini 6 xil, ha, ranglari 6 xil. Mijozlarimizni talabiga qarab chiqarib beriladi. Talabiga qarab ketiladi. Yana aka, qolgan zavodlarda yo'q narsa, video boshida gaplashganimizda aytdingiz. Sizlarda aka kesib berish xizmati bor ekan. Ha, kesib berish xizmatimiz ham bor. U endi addini kelishiladi. Ha, addini kelishamiz. Gap yo'q. Do'stlar, qaranglar, bu qanaqa kesib berishsalar, xuddi mana shunaqa standart g'ishtda bilsalaring, ikkala tomoni ham do'stlar, ya'ni Ablisovishni, ya'ni fasadga ishlatsalaring bo'ladi. Akalarimiz ekonom qilish maqsadida xuddi mana shuni do'stlar teng ikkiga bo'lib berish xizmati bor ekan. Ya'ni sizni cho'ntagingizga ancha nima deydi? Hamyonbop bo'ladi, foyda bo'ladi. Gap yo'q. Xudo xolasa aka, bularning narxini aytdik, bu kichiklarning ham narxini aytib o'tib ketsa zo'r bo'ladi. Xo'p, bularimiz o'sha 6,5 ga 6,5 razmerda bo'ladi. 6,5 ga 6,5 razmerlar 2000 so'm. 9 ga 6,5 razmerdagilar esa 2,5 ming so'm beramiz. 2,5 ming so'm bo'ladi. Aka, hozirgi kunda imina yangi qurilayotgan novostroykalar, domlarga juda ko'p ishlatilayotgan mahsulotdan bittasi bo'lib qoldi. Xuddi shunaqa aka. Biz masalan o'zimiz ham Andijon shahridagi masalan eng zo'r brendlar bilan ishlayapmiz. Uy qurilish tashkiloti Brand House bilan, Farg'onada Dream House bilan, undan tashqari Namanganda juda katta proyekt olganmiz. Toshkent xalqaro kimyo universitetini Namangan filiali qurilyapti. U yerga ham juda katta ob'yomda g'ishtlarimizni yetkazib beryapmiz.
Ular ham bizga ishonib, o'sha ishlarni xarid qilishyapti. Qo'y, aka. Chiqarilayotgan mahsulotning garantiyasi qancha aka? Xo'p, g'ishtlarimizga ko'proq muddat garantiya beramiz. Necha 100 yil, 100 yil ham berilaveradi. Ranglariga 20 yil kafolat beriladi. Rangi o'chmasligi. Ha, rangi o'chmasligi 20 yil kafolat. Buni zo'r tarafi bitta laklab qo'ysa bo'ldi. Shunaqa. Bitta laklab qo'ysa bo'ldi. Yana ishlatilaveradi. Gap yo'q, qo'yil lekin. Xo'p, do'stlar, aytib o'tganimizdek 6 xil ko'rinishda, ya'ni rangida bor ekan, razmerlarni aytib o'tdik. Xohlasangiz kattasidan olib ishlating, xohlasangiz kichkinasidan, xohlasangiz kattasini ikkiga bo'lib ishlatirsangiz ham bo'laveradi. Endi aka, buni dastavka xizmati qanaqa bo'ladi? Dastavkalarimiz kelishilgan holatda bo'ladi. Kelishilgan holda qilib beriladi. Kelishib. Hozir aka biz misol Vodiydan, Toshkentdan, Vohadan kuzatayotganlar bor. Chunki misol videoda boshida ko'rgan odam zavod deb aytib ketganman. Zavod deydigan bo'lsa, aka arzon. Haqiqatda zavod birinchi qo'l arzon bo'ladi. Bizga yetkazib beralarmikin degan savol bo'ladi. Xuddi shunaqa. Chunki biz hozir Andijonda turibmiz. Vohaga qanaqa bo'ladi? Vohaga ham Toshkent viloyati Ohangaron tumanida ham o'zimiz zavodimiz bor. Ya'ni Toshkentda, Ohangaronda bor. Bor, zavodimiz. Vohani bemalol Toshkent ta'minlasa bo'ladi. Bemalol ta'minlaydi. Toshkent viloyati, Toshkent hududi va Voha viloyatlarimizdagi mijozlarimizni bemalol ishlarimizni yetkazib beramiz. Gap yo'q. Aka, keyin ichkarida zavodni bitta ko'rsatsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Chunki bu g'ishtlar do'stlar yaxshigina bosimda tayyorlanadi, adashmasam 120 tonna bosimda chiqadi. 120 tonna bosimda do'stlar, bitta g'isht 120 tonna bosimda ishlab chiqariladi. Uni Adini o'zini do'stlar har bitta jarayoni bor. Parda quritiladi, ularni ham bir qator ko'rsatsa bo'ladi. Shunaqa. Zavodga kiraveramizmi aka? Ha, mayli, yuring. Yana bitta ma'lumot berib ketaman aka. Ishlab chiqarish bitta zavodda ikkita joyda. Masalan, bu yerda alohida gruppa bor, ishlab chiqariladi g'ishtlarimiz. Bu tarafda ham alohida ishlab chiqarishimiz bor. Bitta zavodda ikkita, demoqchiman, ishchilar o'rtasida ham hali sog'lom raqobat bo'ladi. Bu hali mijozlarimizga ham zakazlarni tezroq bitirishga yordam beradi. Ya'ni nima deydi? Zakaz qilinadigan bo'lsa, umuman ob'yomda muammo yo'q. Umuman muammo yo'q. Xohlagan ob'yomda, o'zi aka bir kunda qancha ob'yomda ishlab chiqaradi? Bir kunda 50 mingta g'isht ishlab chiqaramiz. Gap yo'q. Ikkita zavod. Hammasi xuddi mana shu ko'rinishda upakovka qilingan holatda boradi. Xuddi shunaqa holatda bo'ladi. 510 ta bo'ladi. Har bitta upakovkada 10 kvadratdan. 10 kvadratdan 510 donadan do'stlar, ko'rib turganlaringdek har bittasi upakovkalanib, lentada baylanib, strechda o'raladi. Ya'ni o'sha mijozga ham do'stlar qanaqa holatda ishlab chiqarilgan bo'lsa, xuddi mana shu holatga yetib boradi. Bu endi ishlab chiqariladigan zavodning ichkari tarafi. Eng qizig'i yana bitta narsaki, texnikalarimiz ham hammasi o'zimizniki. Masalan, arendaga olib yo ishlatilmaydi. Demoqchiman, ularni masalan arendaga olib ishlatsangiz ham g'ishtni narxiga qo'shilishi mumkin-da, qan narxiga. Hamma narsa o'zimizniki bo'lganligi uchun ham narxlarimiz ancha arzon. Shu tarafdan ham ancha narxga ta'sir qiladi. Gap yo'q. Qo'y. Xudo xolasa, adashmasam aka, buni texnikalari ham o'zi Yevropadan keltirilgan bo'lishi kerak. Erondan keltirilgan. Erondan keltirilgan. Texnikalarimiz mana ishlab chiqarish stanoylarimiz Erondan keltirilgan. Gap yo'q. Nargi mashinalarimiz. Do'stlar, ko'rib turganlaringdek, mana ishlab chiqarish jarayonida biz qo'y. Bu hozir aka bitta press qilganda nechta ishlab chiqaradi mana shu holatda? Hop, mana 6 ta 6 tadan. Bu yoqqa 6 ta, bu yoqqa 6 ta. Bu har mana ko'ryapsiz, har 2 minutda mana yangi g'ishtlar chiqaveradi. To'padi. Hozir asli siz aytganingizdek 120 tonnada bosilyapti. Bosim bilan ishlab chiqaryapti. Xuddi shunaqa. Gap yo'q. Naryoqda o'zi do'stlar mana lentada g'ishtlarda qumi keladi. Naryoqda o'zi maxsus xodim bor ekan, hamma yo'lda ligirovka qilib turadigan. Lentada kelyapti, apparatga tushyapti do'stlar. Apparat 120 tonna bosimda bosib turib, sifatli g'ishtlar ishlab chiqarilyapti. Biz mana hozir tandirdan tashqari mana bu yerdan chiqadi g'ishtlar. Bu yoqqa olib kiriladi, mana ko'rish mumkin, olib kiryapti. Ba'da kara o'zi olib kirib ketadi. Farxona, ya'ni g'ishtlarimizni quritadi. Bu yer issiq mana. Aka, bu necha soat turadi batda? So'nggi texnologiyalar bilan bu parda qurilgan-da. Xuddi shunaqa. Do'stlar, qaranglar, mana apparat, pari ko'rinyapti degan umiddaman. Karada akamiz serib kelyapti. Bundan ham par beriladi, ham salamanni o'raladi. Xuddi shunaqa. Gap. Ya'ni do'stlar,
nima desa bo'ladi? Xuddi mana shu holatda pishiriladi degan bo'laveradi, chunki pishgan g'ishtda bilasizlar, zavodda, xumdonlarda pishadi-yu, bular o'zini parida do'stlar ham bag'dan par beriladi. Ham o'zi imini beton sohasiga tushungan odam juda yaxshi biladi bu narsani. Har qanday sement qo'shilgan do'stlar mahsulot o'zini parida salafan yopilib quritiladigan bo'lsa, ya'ni bu 5 barobar do'stlar mustahkam bo'ladi. Chunki o'zini paridaga mustahkam qiladigan narsa bo'lmaydi. Demak, masalan, mana shu narsani o'zim kitobini o'qiganman-da aka. Uzoq muddat xizmat qilib beradi. Ha, uzoq muddat xizmat qilib beradi. Qoyil lekin. Mana o'sha akalarimiz karada ko'rganlaringda olib kirib parga terishyapti. Qoyil. Bir kunda aka necha ming dona ishlab chiqariladi dedingiz? Bir kunda bu yerda 25 mingta, Ohangaronda 25 mingta ishlab chiqariladi. Jami 50 mingta ishlab chiqadi. Jami 50 mingta chiqadi. Yig'ishlar do'stlar ko'rib turganlaringda xuddi mana shu holatda ranglariga ham e'tibor berasizlar. Hammasiniki. Aka endi bunga ishlatiladigan misol o'zini pisoga deymizmi, quma deymizmi, ular qatdan keltiriladi? Hammasi har xil joylardan olinadi. Ko'proq Toshkentdan o'zimizning mijozlarimiz bor. O'zini maxsus qumi bo'ladimi aka bularda yo shunaqa har qanday misol mana shlaka bloktirmasiga o'xshagan narsadan drabilkada maydalab quyilaveradi bu narsa. Yo'q, hali tog'li toshlari bor. Undan tashqari o'zini retsepti bor. O'sha retsept orqali hammasi olib kelinadi. Hammasi olib kelinadi. Endi hamma narsa o'ziga yarasha sekreti bo'ladi. O'ziga yarasha sekreti. Gap yo'q. Do'stlar ko'rib turganlaringda ob'yomdan xudo xolasa umuman muammo bo'lmaydi. Siz ham zakaz qiladigan bo'lsangiz, xuddi mana shu holatda yetkazib berishadi. Aka buni xohlasa 1 kvadratga zakaz qilsa, xohlasa 1000 kvadratga farqi yo'q. O'zi kelib olib ketaman deydigan bo'lsa, aka arenderda bitta tushuntirib beraylik. Xo'p, manzilimiz bu yer Sharxon tumani Vaxinprom zonasi. Vaxinprom zonasi. Vaxinprom zonasi ijtimoiy tarmoqlarimizda Instagram, Telegram, YouTube hamma ijtimoiy tarmog'imizda manzilni video orqali ham qo'yganmiz. Bemalol o'sha ijtimoiy tarmoqlarimizni o'sha silkalarni qoldiramiz. O'sha silka orqali kirsa, videolarimizni bemalol ko'rib kelishlari mumkin bu yerga. Gap yo'q. Bundan tashqari Toshkent viloyati Ohangaron tumanida ham filialimiz bor. Shodmalik otada. U yerga ham Toshkentlik, Toshkent viloyati hamda vohadagi mijozlarimiz bemalol kelib zakazlab berishi mumkin. Gap yo'q. Video pastga qo'yilgan nomerlarda akalarimizni do'stlar WhatsApp, Telegram hamma narsalari bor. Agar aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, lokatsiyalar tashlab berishaveradi, kelib ko'rib, showroomlari bor do'stlar. Undan tashqari agar ishlamaydigan bo'lsangiz, zavodda ham do'stlar bemalol kirib quyilib javonini ko'raverasizlar. Albatta, hech qanaqa olib sotarlik emas yoki ikkinchi qo'l emas, birinchi qo'l, ya'ni zavodda o'zidan bo'lyapti do'stlar. Aytib o'tgandek, pastki nomerga aloqaga chiqsalaring, agar biz bera olmagan savol yoki akamiz bermagan javob bo'ladigan bo'lsa, bundan ham to'liq ma'lumotni call center bolalari va o'zlari berishadi. Lokatsiya tashlab berishadi. Kelib ko'rib, bemalol do'stlar sifatiga ishonch hosil qilib, xarid qilib, inshaalloh fasalingizni chiroyli qilib do'stlar mana shu Abisovishni g'ishtdan ko'tarishda imkoni bo'ladi sizlarda. Sizlarga to'liq ma'lumot beradigan umiddamiz. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling.